3 ta top maslahat beraman ovqat to'g'risida. Birinchi navbatda har kuni har bitta ayol kamida bittadan tuxum yeyish kerak. Tuxumni ichida vitamin D si bor, kalsiysi bor, hammasi bizni sochimizga ta'sir qiladi. Bu soch uchun aytyapman. Soch to'kilmasligi uchun aytyapman-da. Birinchi navbatda tuxum. Ikkinchi navbatda endi bizni sharoitimizda qimmatdir, unaqa bunaqadir, lekin mablag' topib har hafta bir marta forel balig'ini yeyishlarini xohlardim ayollarimiz. Uni ichida prям ko'p vitaminlar, ayolni kojasini yaxshi qiladi, soch to'kilishini oldini oladi. Haftada bir marta ko'p emas, zavtrakka o'zingiz uchun boshqa narsaga ishlatamiz-ku, kiyim-kechak boshqa o'zimiz uchun ayollarga prям maslahatim haftada bir marta baliq yeyishsin. Haftada bir marta jigar yeyishsin. Jigarni bilasizmi qanaqa zo'r foydasi bu? Oddiy qo'y yoki molni jigarini ichida vitamin D bor, med bor. Shunaqa ko'p kolичествоda feratin moddasi bor. Jigar sochni to'kilishini oldini stop qiladigan narsa. Oddiy qimmat emas. Har hafta bir marta yeyishsin shu narsani. Sochlari bek-bekorga to'kilmaydi. U vitamin yetishmasligidan to'kiladi. Qon ko'paysa soch to'kilmaydi. Kasal bo'lmasangiz soch to'kilmaydi. Shuning uchun sog'lom turmush tarziga rioya qilinglar, yaxshi sifatli ovqatlaninglar. Ko'p yeyish shart emas. Oz foydali narsalarni yeyishlarini, o'zlariga qarashlarini, o'zlarini sevishlarini xohlayman. Ayol o'zini sevsa, qolgan hammani sevadi.